8-chi masala. Ikki xonali sonni demak 6, 9, 12 sonlariga bo'lganda mos ravishda 1, 4 va 7 qoldiqlar qoldi. Shu sonning eng katta qiymatini toping deyapti. Demak, bunday masalalarni ko'proq tez yechish yo'li demak variantlardan ketish kerak. Eng zo'r usul shu. Ya'ni eng katta qiymatini toping deyaptimiz, sonni ham eng kattasidan boshlaymiz. Ya'ni 72 dan tekshirishni boshlaymiz. Xo'p, 72 ni demak 6 ga bo'laman. Mana bu 6 ni ga bo'lganda qoldiq mos ravishda 1 qolish kerak. Tushunarli? Mos deyapti-ku. 9 ga bo'lganda 4, 12 ga bo'lganda 7 va hokazo. Demak 72 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak, qoldiq qolmaydi, ya'ni qoldiq 0. Shuning uchun bu demak to'g'ri kelmaydi 72 soni. Undan keyingi sal kichkinaroqqa o'taman. 67 soniga o'tib ko'raman. Qarang, 67 ni 6 ga bo'lamiz. Demak 6 dan 1 karradan 6, 0, 7 ni ichida 1 dan demak 6, 1. Mana qoldiq 1 qolyapti. Endi boshqalariga ham tekshirib ko'raman. 67 ni endi 9 ga bo'lib ko'raman. Xo'p. 7 dan beraman 63 bo'ladi. Demak 4 qoldiq qoladi. Mos keldi mana. Hozircha 9 ga bo'lganimda mana 4 qoldiq mos kelyapti. Endi 67 ni 12 ga bo'lib ko'raman. Agar keyingi moslik ham to'g'ri bo'lsa, demak aniq javob 67 bo'ladi. Ya'ni 12 ga bo'lib ko'raman. Xo'p. 5 dan tegadi, 60 bo'ladi. Ayiradigan bo'lsam 7 qoldiq qolyapti. Ha, demak 6, 9, 12 ga bo'lganda mos ravishda 1, 4 va 7 qoldiqlar qolyapti. Demak 67 bu variantlar ichida eng kattasi bo'lyapti. To'g'ri javob demak 8 ga C. Keyingi 9-chi masala. Agar 100 sonining 4 dan 5 qismining 3 dan 3 taqsim 4 qismining 2 taqsim 3 qismining 1 taqsim 2 qismi x ga teng bo'lsa, x ning butun soni qiymatini toping. Demak bu masala faqat hisob-kitobga bag'ishlangan, unchalik ham murakkab emas. Ya'ni 100 sonining dastlab 5 dan 4 qismini topamiz. Hop, 100 ni 5 ga bo'lsak 20 bo'ladi. 20 ni 4 ga ko'paytirsak 80 bo'ladi. Ana endi ushbu sonning 80 ning hosil bo'lgan sonning 4 dan 3 ni topamiz. Ya'ni 80 ni ko'paytiramiz 4 dan 3 ga. Yana shu 80 ni 4 ga bo'lamiz 20, 20 ni 3 ga ko'paytiramiz 60. Demak 60. Keyingi son 60. Endi 60 ning 3 dan 2 qismini topamiz. 60 ning 3 dan 2 qismi. 60 bilan 3 qisqaradi 20, 20 ni 22 ga ko'paytiramiz 40 bo'ladi. Ana 40. Endi 40 ning 1 taqsim 2 qismini topamiz. 40 ning 1 taqsim 2 qismi x ga teng. Mana shu x ga teng deyapti. Shu bilan jumla gap yakunlanyapti. Ya'ni 40 ning yarmi bu albatta 20. Demak, keyingi 10-chi masala. Xo'p, quyidagi tenglikka mos keluvchi a sonning qiymatini toping deyshibdi. Bu yerda ham ko'proq ko'p vaqtni tejash maqsadida bu tipdagi masalalarni variantlardan ketgan ham eng yaxshi yo'l. Mana bu variantlarni qo'yib tekshirib ko'rish kerak. Bu yerda birgina, demak, 6 soni ushbu tenglikni qanoatlantiradi. Boshqa hech bir son ushbu tenglikni qanoatlantirmaydi. Ya'ni yoki buni boshqacha yo'li ham bor. Haqiqiy matematik yo'lida yechib beradigan bo'lsam, agar tushunadigan o'quvchilar bo'lsa, mana bu a ga a ni qo'shadigan bo'lsa, matematikada 2a bo'ladi. 2a taqsim a karra a teng bo'lishi kerak 1 taqsim 3 ga. Endi mana bu tepadagi bitta a bilan pastdagi bitta a qisqarib ketadi. Natijada 2 taqsim a teng bo'ladi 1 taqsim 3 ga. Matematikada proporsiya qoidasi bor, ya'ni mana bu qaychi usuli. A ni 1 ga ko'paytiramiz, 2 ni 3 ga ko'paytiramiz. Natijada 6 ga teng bo'ladi. Ya'ni a ning qiymati 6 ligini ko'rish qiyin emas.